shayton chaqirganlar bo'ladi. Shu yerda turib ham yomon odatlaridan voz kechmagan, avvalgidanda bir yomonroq bo'lib qaytganlar ham yo'q emas. Ya'ni shu qadar kasofat ko'pligidan bu yerda fayzi barakasi ham unga hatto yuqmagandan bo'ladi. Lekin ba'zi zotlarki kelsa mutlaq o'zgarib ketadilar. Shunga aytishadi-da, yana rahmatlar aytadi. Bolam shu 3 kishini chaqirar ekan, birinchisi Xudo chaqirganlar bo'ladi dedi, umraga, hajga. Ular keladi-da, mutlaq o'zgarib qaytadi, yaxshi inson bo'lib qaytadilar. Yomonliklardan tavba qilib, bandalikni bo'yniga olib qaytadi. Ikkinchisi Payg'ambarimiz alayhisalom chaqirganlar bo'ladi dedi. Ular Madina Munavvarada vafot qiladi. Shu yerga keladi, bu yerda qoladilar. Va uchinchilari shayton chaqirganlar bo'ladi dedi. Keladi, bir tuki ham o'zgarmasdan qaytadi dedi. O'sha sigaret chakadimi, shu chakadigan olib qaytadi dedi. Alkashmi, alkash bo'lib qaytaveradi dedi. Yo bir qimorbozmi o'shaligi, yo bir yomon badnazarmi, ko'zini tiya olmaydigan o'shani ham qaytaveradi. Yo undan-da ziyoda bo'lib qaytadiganlar bor dedi. O'shalar shayton chaqirgan. Alloh olayim bizni Xudo chaqirganlardan qilsin. Alloh fazli necha marta umraga kelgan bo'lsak, jamoa hozir ko'pchilikdan men ya'ni birinchi kunda o'zida so'radim. Kutib olishlaringizdan tortib, xonalarga joylashtirib, undan keyin xabar olishlaringizgacha hammalari rahmat aytishdi. Alloh rozi bo'lsin. Juda bir go'zal tashkillashtirish xizmati rahmat aytib qo'ying deyishdi. Tabiiy jamoamizga rahmat aytamiz. Alloh sizlarga Alloh rozi bo'lsin. Inshaalloh yana kutib qolamiz. Inshaalloh yana kelsak, tez kunlarda ham Alloh taolo chaqirsin. Chetlarda birgalikda borib, umra amallarini ado qilib, davom etib xizmat qilishga Alloh taolo nasib qilsin inshaalloh. Ustoz. O'zbekistonga kelgan jami umrachilarga, haj ziyoratiga ham Alloh taolo yetkazsin. O'sha hojilarimizga tavsiya qilamizki, Musab International xizmatlaridan foydalanishib, ko'nglingiz xotirjam bemalol bor ibodatlarni ado qilib kelsangiz zo'rda bu. Inshaalloh ko'p katta xizmat qilyapsizlar. Birinchidan Sharif shaharda yaxshi odamlarga xizmat qilishlik, ularga rozi duosini olishlik, bu juda bir Xudo yarla qilgan ish. Hammaga nasib qilmaydi, buni shukrini ado qilish kerak. Kamida albatta. Albatta. Eng kami 2 rakatda ham butun jamoa shukr namozi o'qishi bo'ynidan ziyoda bo'ladi inshaalloh.